Juda ko'p tanqidlarga uchragan, lekin juda ko'p odamlarning orzusi bo'lgan Isuzu FVR 34. Bu yangi 10 tonnali Isuzu'mizga ham 100% metan ustunovka qilib berganmiz. Qo'ygan jihozlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Zajganasi kompyuterli sistema bo'lgan, 24 voltli, juda ham tiniq ishlaydi. Motor qiynalmasdan yaxshi yurishi uchun ikkita katta tar reduktor bilan jihozlab berganmiz. Zapravkaga kirganda bu kolonkaga qo'yaymi, bu kolonkaga qo'yaymi deb o'ylanib qolmaslik uchun ikkala tomoniga ham zapravka qiladiganlarni o'rnatib berganmiz. Balon qismiga keladigan bo'lsak, o'ng tomoniga ikkita 150 talik lentalarni baquvvat qilib chiroyli joylashtirib berganmiz. Chap tomoniga esa 4 ta 150 talikda akkuratni joylashtirib berganmiz. Yana eng qiziq joyi, bu yangi Isuzu'mizning orqasida yana 4 ta 150 talikka joy bor. Bemalol joylashadi. Oldingilar unaqa bo'lmagan, kaltaroq bo'lgan, o'sha hisobiga 100 talik joylashgan. Hozirgilar uzun bo'lgani hisobiga 4 ta 150 talik akkuratni joylashadi. Mashina olganingizda bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang. Pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bu videoni yaqin do'stingizga yuborib qo'ying.